Endi sizga mahsulot yoqdi, sifatli tovar tanlash qoidalariga to'g'ri kelar ekan. Solishtirib ko'rdingiz, real rasmlari, real videolarni otsiflari bilan tanishib chiqdingiz. Endi buni korzinkaga solmoqchisiz. Shunda mana bu yurechani bosasiz. Pinduoduoda xuddi Taobao singari korzinka yo'q. Mana shu yurechadan foydalangan holda biz uni saqlanganlar ro'yxatiga qo'shamiz. Yurechani ustiga bosasiz. Mana shu sumka korzinkaga tushdi deb hisoblaysiz. Endi buni qayerdan ko'rsak bo'ladi? Orqaga qaytib chiqib ketamiz. Mana bu shaxsiy kabinetga o'tib olamiz. Shaxsiy kabinetga o'tganimizdan keyin mana shu sumkacha ichida yurechalikni ustiga bosasiz. Mana shu Pinduoduoda korzinka sifatida foydalansak bo'ladi. Mana undan oldin tashalgan tovarlar ham turibdi. Buyurtma qilish qismiga o'tishdan oldin har bir mahsulotni yoniga galочка qilib belgilaysiz. Masalan, buni olmoqchisiz. Har birini yoniga galочка qo'yasiz. Galочка qo'yganimizda shu doiraning ichiga bizdan mahsulotning rangini yoki razmerlarini belgilashimizni so'raydi. Masalan, mana shu pushti rangini belgilamoqchiman va to'plam ichiga nimalar kirishini nazarda tutyapti. Bu yerda belgilang deyapti. Mana shu ustiga bosdim, belgilandi va mana shuni belgilamoqchiman nabor holida mana. Belgilandi, ko'rdingiz. Shundan so'ng mana bu qizil knopkani bosasiz va nechta olmoqchisiz? O'shani ham sonini belgilaysiz. Lekin sizga maslahat beraman, agarda biror mahsulotdan 2 ta yoki 3 ta olmoqchi bo'lsangiz yoki undan ko'p olmoqchi bo'lsangiz, alohida Alipay orqali to'lov qiling. Sababi, agarda siz Pinduoduoda shunaqa holatlar juda ham ko'p bo'lgan, bitta mahsulotga, masalan, bu yerda 2 ta olmoqchimiz sumkadan. Mana bu yerda plyusni bosib 2 qilsangiz bo'ladi. Keyin mana buni belgilab qo'yamiz. Lekin sotuvchi adashib yoki avtomatik ravishda bitta jo'natib yuboradi. Keyin muammo kelib chiqishi mumkin. Ko'pincha sotuvchiga yozganimizdan so'ng sotuvchi keyingi mahsulotni, ya'ni bitta tovardan 2 ta zakaz qilgan bo'lsak, ikkinchisini jo'natish holatlari bo'lgan, lekin jo'natmagan holatlar ham bo'lgan. Shu sababli o'zingiz ehtiyotingizni qilib, bitta tovardan 2 ta zakaz yoki undan ko'p miqdorda zakaz qilmoqchi bo'lsangiz, alohida buyurtma qiling. To'lov qilayotganingizda alohida zakaz qiling. Endi bu qizil knopkani bosamiz. Bu yerda 2 ta tushib qoldi. Mana ko'ryapsiz. Kirib to'g'irlab qo'yamiz. Mana bitta bo'lsin. Bo'ldi. Masalan, bu sumkani olmoqchisiz, to'lov qilish qizil knopkani bosib, to'lov qilib bo'ldik. Undan keyin yana boshqatdan belgilab, boshqatdan xarid qilishingizni tavsiya qilaman. Endi keraksiz tovarlar bo'lishi mumkin bu yerda. Vaqtinchalik solib qo'ygansiz korzinkaga, lekin buyurtma qilayotganingizda chiqarib tashlaydigan mahsulotlar bo'lishi mumkin. Qanaqa qilib o'chirishni ham o'rgataman. Shundoq surasiz, surganingizda mana shunaqa qizil oyna ochiladi. O'sha qizilni ustiga bossangiz, korzinkangizdagi keraksiz tovarlar o'chib ketadi. Buni ham shundoq surasiz va mana shu qizil fonni ustiga bosasiz va o'zi korzinkangizdan o'chib ketadi. Xuddi shu shaklda korzinkangizga mahsulotlarni yig'ishingiz yoki o'chirib tashlashingiz mumkin.